Assalomu alaykum va rahmatulloh. Hammaga xayrli kun, kunlaring xayrli o'tsin. Mana bugungi obzorimizda hozirgi kunda legendalarini olib qo'yganmiz. Mana ko'shlar. Qora kobaltimiz bor. Ikkita Onyx olib qo'yganmiz. Ishlaridan biri arqa eshigimizda bor. Arqa eshigimiz o'yilib, cho'zilib kirib qolgan. Ko'rinishdan kichkina miyatinaga o'xshaydi, lekin o'ziga yarasha mehnati, mashaqqati bor. Bunisi Onyximizni asosiy ishlaridan biri arqa bagajda bor. Arqa bagajimiz ko'rishlaring mumkin. Mana figurasi o'yilib, qattiq kirib, cho'zilib qolgan. Bunisi tomonida ham bor. Bizni kuzatishda davom etinglar. Kimga shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, adresimiz 2520. Agarda kim shu hunarga qiziqib o'rganishni xohlasa, shogirdlikka ham olamiz.